Tinchlikmi, qanday ahvolingiz? Yaxshi. O'zingizchi, yaxshimi? Men yaxshi, sizchi? Yeni yo'qib ketdingiz-ku. Meni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldingizmi? Sizni bir umr unutmaydiganligimni bilasiz-ku. Gepining tatliqligini bu faqat og'izdagi gap emas-ku. Og'izdagi gapmi? Yurakdan chiqadi. Shundaqmi? Amisa meni rostila sayohatga olib borgansiz-da? Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdan talaylar qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. 3-bob. Hasratlik taqdir. 12-qismi. Xushxo'y kuchaga qaytib kelgandan keyin xeyli bir kunlargacha tanhoning kundalik xotirasini va ko'rgan mezmonlarini esidan chiqarib o'tolmadi. Hamda tanhoni yaqin do'stim deb bilib, hadislar uningga telefon qilib, dardlarimni to'kmagan bo'lsam, uni hargizmi hozirgidek ahvolga tushirib qo'ymas edim deb o'ylab, o'zini behla ayblab ketdi. Chunki u o'zimi bir oshiq bo'lg'achqa oshiqlikning dardini obdan biladi. Ya'ni kelib, tanhoga o'xshash ojiza birmeyib, aslida ko'ngil xo'shligiga intiladigan bir bola bundoq dardlarga, bundoq azoblarga qandoqmi bardashlik beralsin? U to'rga chiqqandan buyon ta hozirgacha mening barliq qayg'u xo'shalliklarim o'jor bo'lib keldi. Ko'nglim yerim chaqlada mening ko'nglim niyasidi. Aksincha, men uningga umid berishim kerak edi. Mana endi mening do'stona mehrimni u xato his qilib, meni yaxshi ko'rib qopti. Ammo mening hozir allaqachon yaxshi ko'rganim bor tursa, yo'q. Men hargizmi tanhoning ko'nglini og'irsam bo'lmaydi. U menga nisbatan tepilg'usiz esil bir do'st. Men chuqum boshdan oxir uningga bo'lgan do'stlik mehrimni qilcha o'zgartmasligim kerak. Bo'lmasa u tugishib ketadi. Men buningdek bir esil do'stdan ayrilib qolishni hargiz xohlamayman. Shunday qil xushxo'y. Buningdan keyingi hayotingda tanhodek yaxshi bir do'stingning borligini hargiz unutib qolma. Xushxo'y, mayli bishiga qanday kunlar kelmasin, do'sti tanhoni hargizmi unutib tashlab qo'ymaslik kerakligini o'ziga eslatdi. Ham oxirgi tiniqlargacha uningga qo'lidan kelishicha do'stlik mehrini berishga, yaxshi sirdosh do'st bo'lib o'tishga qasam qildi. Aradan uzoq o'tmay, dehqonlar shatligi to'rining sistemasining darajasini o'stirish sababi bilan xat sanduqi, choyxona va 2 kishilik ayrimxonalari to'xtatildi. Faqat naqsh talab qilish, o'chir yo'llash iqtidorla saqlab qolindi. Ko'plagan to'rdosh do'stlar o'zaro aloqa nomerlarini xotirlab olgan bo'lg'achqa, bir-birini seg'ingan chog'da bevosita telefon orqali aloqalashib turdi. Bu jarayonda dehqonlar shatligi to'ri orqali tunashgan Turpan To'qsondan Erkin To'lpar qatorliq Tangridog'ning har qaysi joylaridagi nurg'unlagan oshiq mashhurlar orliqni yiroq ko'rmay, turli qiyinchiliklarni yengib, to'y qilib, baxtli turmush qurdi. Ko'p kishilik choyxonalarning to'xtatilishi hammadan bekrak Aqsu Oboddan tanhoga bek ig'ir kelgan edi. Ammo nachora. Endi uning kunlari asosan televizor ko'rish, yeziqchilik qilish bilan o'tadigan bo'ldi. U endi ilgirgidek to'rda do'stlar bilan paranglashmay, behlasi yerkadigan bo'ldi. Shunashqa u pat-pat eng yaqin o'tgan Xushxo'y, Zulfiqar, İftixor, Tanho Burkut, Zulhayot qatorliq do'stlarga telefon qilib mo'dishadigan bo'ldi. Albatta, bu chog'larda
Xushxo'yning Nurali bilan bo'lgan aloqasimi uzilib qolmay davomlashyotdi. Ular har kunidagidek kam deganda biror soatdan ortiq paranglashadi. Yoki Xushxo'yning yoki Nuralining yon telefonining to'ki qolmay etilib ketgan chog'dala ondan ularning gaplari uziladi. Nurali Xushxo'y bilan qizg'in aloqalashib yurgan shu kunlarning birida Güher Aydan yana bir parcha xat topshirib oldi. Xatda Güher Ayning Nuralini qanchalik yaxshi ko'rdiganligi, ularning orasida ashu ish yuz berib, Nuralining muhabbati borligini bilgandan keyin o'zining naqadar azoblanganligi hamda o'zining zodi qanday qilish kerakligini bilolmayotganligi. Gerçi Nuralining o'zini qilchilik yaxshi ko'rmaydiganligini bilib tursimi, yanala zo'r umidlar bilan bechora holda uni saqlayotganligi. Uni eng oxirgi tiniqlargacha yaxshi ko'rdiganligi. Mayli u qaysi xil turmushni tanlamasin, o'zining uning bilan orasida yuz bergan ish uchun uni ayblamaydiganligi, hech kimdan og'rinmaydiganligi yesilgan edi. Güher Ayning xetini ko'rgandan keyin Nurali o'tgangi xatoliklar uchun yana bir qatim qattiq azoblandi. Shundaqla yelkisini besib turgan cho'ng bir tog'ni elib o'tgandek xotirjam bo'lib qoldi. Güher Ay ashu xatni yezib bo'lib uzoq o'tmay o'zining tug'ilgan kuni munosabati bilan Nuralini qatnashib berishni talab qilib, teklif o'rinda uchur qildi. Nurali o'zining gunohini yuyish uchun bo'lsa-mu, onun ko'nglini og'ritib qo'ymaslik uchun ma'qullik bildirib javob qaytardi. Güher Ayning tug'ilgan kun o'ldirishi Yezliq bozordagi Yangi Hayot restoranining ayrimxonasida o'tkazilgan edi. Nurali shu kuni kunduzda do'sti Farruh bilan o'ltirib xeylalar tanishib qolgan edi. U o'zining plani bo'yicha restoranga bormasdan restoran oldida saqlab tug'ilgan kun o'ldirish oyoqlashi bilan Güher Ayni uyga opirib qo'yish bahonasida onunga olgan sovg'atni berib, tug'ilgan kunini tabriklab qo'yib, uningdan afu so'ramoqchi edi. Kim bilsin, ishlar boshda plan bo'yicha elib berilgan bo'lsa-mu, ammo oxirsi yana o'ylamgan yerdan chiqib, yana bir qatim cheklangan mevani yeyish bilan oyoqlashdi. Bu ish yuz berib, Güher Ay o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Nurali nima qilishni bilolmay qoldi. U Güher Ayga aslida o'zining bundoq maqsadining yo'qligini, og'inisi Farruh bilan ko'proq o'ltirib qilib, ziyofatga kech qolganligini, tug'ilgan kunini chin dilidan tabriklashdan boshqa maqsad yo'qligini, tug'ilgan kunini chin dilidan tabriklab qo'yishni o'ylaganligini, oxirida Masihning qurboni bo'lib, hissiyotning keyniga kirib ketganligini deb, uningdan kechirim so'radi. Nurali texi o'tgandala uning yozgan xatini topshirib elib, cho'ng bir falokatchilikdan qutuldim deb o'ylagan edi. Mana endi bo'lsa, bu ishlarga zodi nima deyish kerak? Keyingi pushaymon o'zangi dushman degandek, Nurali bu ishlarning sababchisini masjidlik paydo qilgan haroqdan ko'rib, biroqla o'zini tashlab etdi. U endi o'zini Xushxo'yga yuz kelolmayman deb qarab, uningga qat'iy telefon qilmaslik qaroriga keldi. Güher Ay shu ishdan keyin do'sti Faridaning yo'l ko'rsatishi bilan doim degidek Nuralilarning uyiga bordigan bo'ldi. Nurali ularni ko'rsala o'zini elib qochadi. Nurali barliq ochiq azoblarni, etiz eriq ishlarini qilish bilan, gohida haroq etish bilan unutmoqchi bo'ladi. Shunda qilib, Nurali Xushxo'yga to'p-to'g'ri 4-5 kungacha telefon qilmadi. Xushxo'y dastlabda uni bekla aldirash bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsa, amdilikda ansirashga boshlagan edi. U Rasululloh Nuralini bek seg'ingan edi. Uning ishlari haqiqatan ko'p bo'lg'achqa to'g'ri tushunmaymi, amal yo'q edi. Nuralining yon telefoni itdik. Öy telefonini aldıgan adam bo'lmag'achqa, u bekla titit bo'lib, Zulfiqarga telefon qildi. Zulfiqar Xushxo'y bilan qizg'in ahvollashib paranglashdi. Zulfiqar o'zining salomatligining yaxshilanishiga agishib, mahallasidagi boshlang'ich maktab mudirining taklifiga asosan maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotganligini,
Şuna Nur Aliyle bilan ancha ko'p aloqalashib bo'lolmaganligini. Ammo necha kun avval uni yo'lda sayko'ktat ko'targan holda motosikletlik uchratganligini deb berganda Xushxo'yning ko'ngli oromga tushdi. Xushxo'y shunday qilib Nur Alining tinch amon ekanligidan xotirjam bo'ldi. Ammo yana 1-2 kundan keyinmi Nur Alidan hech qanday o'chir telefon bo'lmag'achqa, u Nur Alining yaqin do'sti Faruqqa telefon qildi. Faruq boshdan oxiri Nur Alining Xushxo'y bilan turmush qurishni qo'llaydigan bo'lg'achqa, Xushxo'yga ortiqcha gap so'z qilmadi. Ammo Nur Alining uni elib yaqinda sayohatga chiqish orzusining borligini aytganda, Xushxo'y Faruqni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qoldi. Shu chaqda Xushxo'y o'zini tutolmay kulib ketgan. Hamda Faruqqa Nur Ali menga bir telefon qaytarib etsin debla xo'shlashgan edi. Faruqning Xushxo'yga aytganidek, texi oldingi kuni oqshimi Nur Ali Faruq bilan haraq ichib o'ltirib, o'zining Go'ar ayga haqiqatan yuz kelmaydiganligini, uning bilan turmush qursa rastalla o'zining baxtsiz bo'lib qolishidan qo'rqadiganligini, aradagi o ishlarning butunlay mas'uliyatdan bo'lganligini qayta tushuntirib, ati ugun bankidagi pullarini elib Xushxo'yning yeniga bordiganligini, hamda Xushxo'y qo'shilsila uni elib Urumchiga chiqib bir mezgil sayohat qilgach turib kelishni, ondan qaytib kelib to'y qiladiganligini Faruqqa aytib, uningdan Xushxo'yga bu ishlarni aytsa, uning qo'shiladigan qo'shilmaydiganligini so'raganda, Faruq uningga shunday degan edi. Jinim adash, biz bu dunyoga birlik etim kelamiz. Haqiqiy pak sevgi, muhabbatmi birlik etim nasib bo'ldi. Ishonchim komil. Xushxo'y qiz o'zini faqat senga atib etgan bir qiz. Muhabbat degan shaxsiyatchi bo'ldi adash. Go'raymo sening yaxshi ko'rmaydiganligingni obdan biladi. Shonashqich. Uchug'ini aytsam, men sening Xushxo'y bilan birga o'tishingni arzu qilaman adash. Chunki jahonda hamma odam o'z yaxshi ko'rgan odam bilan o'tsa, ondan baxtli bo'ldi deb qarayman. Faruqning bu so'zlarini anglagan Nur Ali, Faruqning qo'lini chingida tutib, o'zining mana shunday bir yaxshi do'stining borligidan to'liq faxrlanadiganligini aytgan edi. Nur Ali garchi shu oqshimi xeyli ko'p ichgan bo'lsa-mu, atsi yanala saharlab o'rnidan turib ketdi. Aniq qilib aytganda, u Go'ar ayga o'g'il qilganligidan o'zini bekla ayblab ketayotdi. U o'z-o'ziga bu ishlar mening pak muhabbatga xiyonat qilganligimning jazosi deb pichirlaydi. U bugun Go'ar ay bilan o'zining ichi to'g'riliq yaxshi bir so'zlashib beqish niyatiga kelib, uning ko'ngildagini bilib baxmoqchi bo'ldi. Chunki yaqindan beri cho'nglar va yaqin do'stlarining og'zidan o'zi bilan Go'ar ayning yurayotganligi to'g'risidagi gaplar tushmayotdi. Garchi cho'nglar bu ishdan intayin xushal bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Nur Alining bu ishga nisbatan qilchilik mayli ham roziligi yo'q edi. Ammo Nur Ali Go'ar ayga o'g'il bo'lishni xohlamaydi. U aynaga qarab, soqol burtlarini elvatgan chog'da Xushxo'ydan telefon keldi. Nur Ali asldagi plani bo'yicha bugun Go'ar ay bilan yaxshi paranglashib bo'lgandan keyin mayli Xushxo'y qandoqlik qaramasin, barliq ahvollarni uningga aynan aytmoqchi edi. Chunki u keyingi hayotining bundoq dakki ichida o'tib ketishini faqat xohlamaydi. Shundaqla Xushxo'yning o'zini hamon bir kuni tushundiganligiga ishonadi. Shunga u tush vaqti bilan bankaga berib qaytib kelgandan keyin Xushxo'yga telefon qilishni o'ylagan edi. Mana endi uningdan telefon keldi. U yuzini darhol lungi bilan surtib telefonni oldi. Tinchlikmi, qanday ahvolingiz? Yaxshi. O'zingizchi, yaxshimi? Men yaxshi, sizchi? Yeni yo'qib ketdingiz-ku. Meni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldingizmi? Sizni bir umr unutmaydiganligimni bilsiz-ku. Gapining tortiqligini bu faqat og'izdagi gap emas-ku. Og'izdagi gapmi yurakdan chiqadi.
Shundaqmı? Əmsə, meni rastlı sayohatga elib borgansiz-da? Buni qandoq bildingiz? Farruh shundoq dedimi? Ahmaq, yana kim bo'ladi? Ondaqda siz-chi, xushildingizmi? O yana sizga nimlarni dedi? Shu, Nurali sizni bek sig'indi, sizni sayohatga elib chiqib o'yintib kelmoqchi dedi. Yana-chi? Nim bo'ldi? Ovozingiz nimachi bo'sh? Yana boshqa gaplarmi bormidi? Shundoq Xushxoy. Ba'zi bir ishlar yuz berib qoldi. Sizni hargiz azoblash niyatim yo'q. Zarrachilik azoblashni xohlamaydim. Lekin bu ishlarni sizga demsam sodi bo'lmaydi. Nurali Xushxoyga, kuchaga uni izlab berishdan ilgirla Go'har ay bilan o'tirsida yuz bergan ishlarni. O ana shuningdan boshlab nihoyatda azoblanib yashayotganligini, o'zining Go'har ayga o'g'il qilish xayolining yo'qligini, ammo Go'har ayni qilchilik yaxshi ko'rmaydiganligini, Go'har ay bilan yaxshi bir so'zlashib bo'lib, ondan kuchaga bordiganligini aytdi. Men bu ishlarning bundoq bo'lib ketishini faqat o'ylamabdim. Bu ishlarning hammasi mas'ullikdan kelib chiqdi. Mening rostla ko'nglingizga azor berish xayolim yo'q. Kechiring. Nuralining gaplari tugamayla, Xushxoy telefonni qo'yibdi. Onun ko'zlaridan quyilgan yoshlar mag'zini bo'ylab sirg'ib tushdi. O bu so'zlarni anglab shu qadar azoblandiki, o'zining shuncha vaqtlardan buyon Nuraliga bog'lagan ishonchisiga, aqidasiga qattiq ichindi. O shundoqdimi Nuralining vijdoni bilan eg'iz ichib, o'ziga samimiy muomala qilganidan intayin xush bo'ldi. O shuning bilan yon telefoni orqali uningga qisqa uchur avatdi. Tushundim Nurali. Bu ahvolda sizni ayblash to'g'ri bo'lmas. Meni shu qadar yaxshi ko'rdiganligingizni bilaman. Shundaqla menmi sizga shunchalik ishongan. Elimo yuz bergan bu ishlarni samimiylik bilan aytganingizdan xush bo'ldim. Apam doim hayotlikning tanlab bergini bizning tanlashimizdan go'zal deydi. Balkim hayotlik sizga tanlab bergini men emas, balkim shu qizdir. So'zlaringizdan qanchalik azoblanganligingiz, qanchalik vijdon azobida qolganingizni his qildim. Amaliyotda bu dunyoga ko'z ochgan hammamiz o'xshashla tegishli baxtimizni tepishga haqliq. Ammo haddidan oshgan shaxsiyatchilik odamni baxtsiz qilib qo'ydi. Sizning vijdonliq, g'ururliq, mas'uliyatchan odam ekanligingizga cheksiz ishonaman. Bizning muhabbatimiz do'stlikdan boshlangan edi. Demisimi, siz tepilg'usiz bir yaxshi yigit, yaxshi do'st. Shunglashqa oxirda yanila sizning oddiy bir do'stingiz bo'lib, ko'ngil xotiringizni saqlanib qolay. Sizga chin dilimdan baxt tilayman. Xayr. Xushxoy Nuraliga ashu o'chirni yo'lgan kundan boshlab qat'iy azoblanmaslikqa, yosh to'kmaslikka tirishdi. Turmushqa, hayotga yangi boshdan kulib beqishni o'rgandi. Xuddi apsi aytgandek, o hayotlikning tanlashining eng go'zal bo'ladiganligiga cheksiz ishonadi.